Diametri ildiz 12 ga teng bo'lgan aylanaga muntazam uchburchak ichki chizilgan. Bu uchburchakning balandligini tomon qilib boshqa muntazam uchburchak yasalgan va unga yangi aylana ichki chizilgan. Bu aylananing radiusini toping. Kichik aylana markasi O nuqta shu so'rayotgan narsa bizdan shu kichkina radiusni so'rayapti. Dastlab diametri ildiz 12 ga teng bo'lsa, radiusimiz ildizni 3 ga teng bo'ladi. Tomonni A bilan belgilaydigan bo'lsak, dastlab muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi ildiz 3 taqsim 3 A ga teng. Bundan A'imiz ildiz 3 da radius o'rniga qo'ysak, ildiz 3 ko'paygan ildiz 3 ga teng tomonimiz. Ikkinchisi, muntazam uchburchakning balandligi ildiz 3 taqsim 2 A ga teng. Ildiz 3 taqsim 2 ko'paygan 3. 3 taqsim 2 ildiz 3 balandligimiz, h balandligimiz. Xo'p, uchinchi qiladigan ishimiz, demak buni balandligi tomon qilib boshqa muntazam uchburchak yasalgan. Shu uchburchakka ichkisi aylanadi. Ildiz 3 taqsim 6 ko'paytirilgan h. Ildiz 3 taqsim 6 h'imiz ham 3 taqsim 2 ildiz 3 ga teng. Xo'p, 3 bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa, demak 3 taqsim 4. Javob 0,75 santimetr kvadratga teng ekan.